Mana 50 gradus issiqda 150 gradusli asfalt. Hozir buni isbotlash maqsadida sizlarga mana tuxumda mana shu asfaltda pishirib ko'rsatib beramiz. Mana hozir. O'ring. "15 minutda pishadi." A few moments later. Tuxumni olamiz. 15 minut pas 25 minutdan o'tib ketdi. Mana ko'rishlaring mumkin. Tuxumimiz 100% pishgan. O'sha 150 gradus asfaltda. Mana bemalol. Ichlarini ham ko'rsatamiz akalar mana. Sariqlari ham pishgan. Akalar, agar videomiz 10 mingta like kelsa, keyingi safar asfaltda osh damlab ko'rsatamiz. Xudo xolasa asfaltimiz bitdi mana. Qumchasi jarayonlari. Ko'rishingiz mumkin.